Asım çık geldin mi? Ana şuraya. Yan boş doğrayın götürüp çoyacağını uğrayın. Uygulara tam basık gitti orası görsün. İşte diyelim yok. Sen hemen. Ama işlemesem uçasken kim bitirir? Ye, işte kim kıladı? Siz bir yan boş doğrayı tapsınız bana. Kömek bilen kılanmış. Kim bilen kömek kılarsınız? O kıyavuz hayotga kelmaydi. Na o'zi, na o'g'li. Qarasini ham ko'rsatmaydi. Undan keyin onasini hepsini olib chiqing, qitib pul. Mardi ko'rdi, olib kelaman. Pul deme. Bana pul deme tut da bu. Ya yarım gün ko'cha qilaylik sizga. Gel dedim. Mana anayni omman qizig'i yo'q. Kim bilan qisas qilingaylo? Kuyovuz bilanmi? Men qaytib ko'ylimni ham yetkazmayman bilan. Tushundingizmi? Ye. Bor ketsen ket. Kime ket. Suval iç. Otagan şu bilek değil ama. Hazır ben kıyavlarımı telefon kılına bomur ötmek gibi kılar şu işlerini. Double. Niyazma! Buak! Niyaz! Niyazma! Kargıdan endi eshitsa bu odam. Ey Niyazma! Dada kameraya qo'yib amna qiling. Ey kamera, ketingga tiqama, tushundingmi? O'zi ana shu yerga kelib o'tiribdi. Sen buongni ishini qilish uchun yaralayapti biza. Bu harom bu yoqni tiqsamaylar shuni. Yo'q, biza qilib kelishimiz kerak. Ya? Ey Niyazma! Niyazma! Shu darmiyitlar bilan yana bitirmoqchilarmish kishi hasharda. Ota! Qarang mardi ko'rgaringiz kelib berayye. Xullas qadrli obunachilarim ko'rib turganlaringizda biza qishloqqa ham keldik. Lekin na bobom, na tog'am bizani kutib oldilar. Dadamning shunga o'rganastinlari yo'q. Ey! Oma! Nima qilyapsan? Vlogmi? Ketingga tiqamash vlogingni, tushundingmi? Like bosmanglar, podpiska qilmanglar. Bunga. 3 ta like bo'lsangiz dadamni Telegramga zapal videolarini chiqaraman. Zakonimisiz. Yürüme. Ko'rganingizni bosibsizmi? Hiç koyun. Ye, gap yo'q. Ey, gaplashishimizni hech kimga aytish yo'q. Nechi bo'ladi? Haftaga. Hastagini aytaman. Haftaga bir ikki bo'ladi, ikki yarım bo'ladi. Endi 2,5 yarmisi nima edi u? Yarısı masala kelib qoladi. O'lmagan yo'q. Ha, biza tamolaga ana. Yaxshimisan, jam bo'lsa o'g'ling. Ey, kim qaynakasini sansalabdi? Men sansallayman. Sandan kattaman sen. Ey, katta bo'lsang 2 yosh kattasan, tushundingmi? Bu yerga sen katta-ku. Bu yerga men katta, eniga ham men katta. Bu jipiroq o'g'li. Men qara, kiyganimizdan nidavolni gapiryapsan? Ye, biror nima yo'qmaykan bo'lsa, yo biza yo'qmaykan bo'lsak, ayt mana, shappi, mana turib otang ketsinlar. Ota, bo'lakon gapni ayting, o'la shuncha ish o'tiribdi, chaqchaq qilib o'tirganlarsiz. Chaq-chaq. Manga bo'ladi o'sha ket deysan. Ketmaydan. Biza zakon. Sen gap chiqib olmayman. Ket. Ketmaydan. Nosing yo'qmi? Ana otamga bo'ldi. Nos. Mana nos. Aynale. Xullas gapni bo'laykona bu. Ha. Mana gaping nima bo'laydi? Bir tovuq, bir sovuq deysan, boshqa nima deysan, alkash biladi. Bir tovuq, bir sovuq qilsangiz, balla ishlaymiz. Kim aytib chiqamiz? Men aytaman. Bomrot cho'qir. Bo'ldi. Halmi yo'qmi? Hali yo'q, tamam. Hiç bo'lasan. Bomurat! Quloqni yoping. Ey, lo'g'ochma ozgina diviziyga qo'ysh, Sabilon haromchasi. Mana, apati. Yelni xato, apati. Opo. Hurmatli obunachilarim, dadam cho'qirib qo'llar o'z birgalikda. Ey, berdik, tu'yaptimi bu tovuq? Dadam o'lar. O'tan mana gap o'tan. Dadam o'larga birga ketdi. Oy, beonasini yeb qo'yros chatoq chiqdi-da. Ha, dada. Ketdik. Patikka bosqinglar. Ketdik. Mana hurmatli obunachilar, biz dadam o'ldirga keldik. Hazratajon, nima cho'qirdingizlar meni? Og'zimga tiqing, og'zimga tiqing kamerangizni. Men vlog yurg'izaman, podpishchilar bilan onlayn ko'radi mana. Xullas, zabancha qilib, zakonni qilib, tez borib, bitta aroqchay, pomidor bodringchay, chakkachay, turibcha qilib buni zakonni qilib ketiring bacham. Muchiga ketiraymi? Ishtirni beringlar. Mana ishtirib bering, pulni bering. Ey bacham, mana qarali bo'y magazinga bor. Mana o'rtimdan nima xohlasang olib kel. Shuni Beradimi? ha. Mana odil, mana o. Magazinchi odilmi? Magazinchi odil. Bor, mana o'rtimdan bo'ldi boyga. Oxiriga ikki o'g'il shuni so'z bo'lsin, dadam.
ishlamasang zor bo'lasan bir tiyinga. Undale. Hozir tezda aroqchani olib kelmasang, telefoningni tiqaman ko'ytingga. Tushundingmi? Muallif nima deb ishlayapti? Niyoz ko'rsa bosar muallifimiz. Hayda. Aroqcha bitta zakkizgacha. Hayda, tez. Yeah. Mana xullas podpishchiklar biza magazinga ham keldi. Ana endi dadam aytgan narsani xarid qilamiz. Bo'lmasa aka, u menga soqcha olib bering. So'qcha? Bu yoqcha olib bersam senga, ha? Sadirlarning so'qchasi. Chupa-chups olib bersam bo'lmaydi. Oh, davay. Uyga faqat chupa-chups. Mehmonxonaga qo'ygan, bo'lgandan keyin beraman. Qayman? Aroqni oldingmi? Ana. Dadamlarni borib kursant qilamiz. Ketdik. O'laka. Shuni ham bachkana bo'lammi? Xullas, hurmatli obunachilarim, mana dadam aytgan narsachani oldik biza. Hozir sizlarni 3 dona bo'lganlaringiz munosabati bilan bitta eksperiment o'tkazmoqchiman. Ana shu aroqchaga 50 gram margamush qo'shaman. Ana nima bo'ladi bular? Margamush qo'yasizmi? Ha? Ibi, o'lib qolsalarchi? Abba, yomon odam hech qachon o'lmaydi, bilib qo'y, haymi? Qo'shqani o'g'lini. Davay. Davaycha aroq dadamga, ko'parma aroq dadamga. Harom bu aroq nimaga o'zi eshitdingiz ekan? Yo'q, ana magazin tushlar sotayotgan yo'q, shunday aytadi. Arommi? Aroq zakon. Black patishga. Dadam buni astriyani aroq ko'rganaga o'childim. Rakonni Ko'paringlar qara. Ye, o'tayga rahmat. Qo'ygan, to'ylab o'tsa. Rakonni to'ylab bersin. Ana eksperiment boshladik. Nima dedingiz? Nima deganingiz zakon emas. Blogerlar tilagada bu, ha? Blogerlar degan, bu qo'linglar qara. Ha, baba. Be. Lan canımga büyük olma turayım. Oy boşum. Nima deydi keldi? Büyük deydi keldi, ya. Uyulganda içimize. Ochilib ham yaptık. Gazli suv be. Kim uyi bu? Restoranga o'tiribsiz. Ikkita samsa ham olib kelsinmi? Gazlik suvga qo'yishib. Gazlik suv yer deydi. Kim uyi? Ana uylik kim? Hey, bu ayoq, ana bu yoqqa. Tur. Yapon olimlar koinotni kesib yurgan bir paytda opium vujudga hech pullar beribdi. Yo'q, beribdi. Loyni qoraylar, terjangdan. Tur. Biliyor musun? Nereden oldun? Ayladan. Pişmagan gilosni nima uzasan? Pishgandan keyin kim bu? Nima olib kelding buni? O'zi aytdi-ku, qanday o'g'ri aroq ko'mamiz, sen loy qo'raykon bo'lasan, o'g'ri aroq topib olasan, ichamiz dedi. Aroq o'ldiroq topib oldim. Gilos-mi? Tuzugi uyg'otsalaring bo'lmaydimi? Odam bachasini uyg'otganda. Ona nima ilgiraydi bunisi? Niyoz ketdimi deyman, ko'z ochib ketibdi. Ya gapiribdi, ey! Ya tanrı bilmaganlar nima? Assalomu alaykum. Va alaykum basham. Qayerlarga yuribsan? Yig' bala, oyog'ingizga nima bo'ldi buncha qon? Kirdim, meh. Bu kishiga buyuk bo'lmay 70 ga kirib ichib o'zlarini eplay olmaydi, to'g'ri yurolmaydi, ichib to'g'ri yura bilammiz. Naxli kerak edi sizga shuni gaplar, naxli kerak edi sizga Ey, ketchi. otaga sekinilmaydi. Qiz topib ber deydi menga bu. Gap qo'shmay o'tirsan. Lekin kecha kasetachi bo'lishim yozdim, senga yozgan bironimi? Hech balo yozmagan. Sizni birov nima yeysizgami? Nima bo'ldi kecha? Nima qo'ydi? Nima qildik? Ekrancha hash-hashda. Mazza yo'qdi, hech narsani bilmayman.
tigina ko'p bo'lgan, nima qilay? Yordam qilinglar. Yordam qilinglar. Yordam qilinglar. O'ringlar o'shanga yordam beringlar, mayli bo'laman ma'qul. Hey! Serialimizning homiylardan biri Urgaz gilamlar bazasi o'rtoqlar. Agar homiylik qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar va sizlarni ham zakonni qilib reklamalaringizni tiqib ketamiz. Xullas, bugun biz Urgazda sizlar bilan obzor qilamiz. Siz ham biror nima deng. Ha, kontentimiz ana shunday sifatli chiqishi uchun bizga Urgaz katta yordam beryapti. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishlaringizni so'rab qolamiz. Qani ketdik. Urgaz gilamlar bazasi Buxorodagi eng katta gilam bazasi bo'lib hisoblanadi. Bu yerda 1000 dan ortiq, yo 2000 dan ortiq, yo 3000 dan, xullas juda ham ko'p assortiment bor. 50 ming so'mdan boshlanib to beskonichli narxgacha siz gilam xarid qilib olsangiz bo'ladi. Aytishlaricha ularga tumsoq terdan ham gilam qilib berar ekan. Mana. Zakonni. Ko'rib turganlaringiz Averlo xizmati, ya'ni siz gilam sotib olasiz, razmeringizga moslab, qirq qilgandan keyin ham chetlarini zakonni qilib bichib beradilar. Mana qarang. Xullas Urgazga tashrif buyurasizlar, o'zlaringizga yoqqan gilamni tanlaysizlar va Buxoro bo'ylab bu gilamni biz sizga mutlaqo bepul yetkazamiz. Albatta. Mehmonxona, to'yxona, maktab, bog'cha, xullas qayerga bo'lishidan qat'iy nazar, agar sizga gilam kerak bo'lsa, qanaqa razmer bo'lishi ham vobshe qiziqtirmaydi bularni. Xohlasangiz 300 metr bu yog'i ham 300 metrlik ham razmerdagi gilamlarni sizlarga tayyorlab berishadi. Albatta bunaqa imkoniyatlar faqat Urgazda bor. Endi bilasizlar-ku qayerni tanlash, to'g'rimi? Urgaz gilamlar bazasi doimo o'zini mijozlarini xursand qilib kelgan va xursand etishda davom etmoqda. Qarashlaringiz mumkin. Ko'ringlar, bular hammasi deyarli skidkadagi gilamlar bo'lib hisoblanadi. Yana boshqa joylarga o'xshab o'tmaydigan tovarlarni skidka qilmayaptilar. Ancha sifatlilari skidkaga tushgan va narxlarini bitta-bitta aytib o'tirmayman, lekin deyarli hammasida 1 million so'm skidkasi bor. Undan tashqari bular doim o'zlari mijozlariga bonus sifatida joy namozlar qo'shib berishar ekan. Bu ham bir e'tibor o'rtoqlar. Uyingizga gilam kerak bo'lsa, to'g'ri Urgazga kelavering. Pastdagi raqamlarga alo desangiz agar biza hamma savollaringizga javob beramiz o'rtoqlar. Endi esa jiyancha adres tushuntiradi, adres. Rayma Karsodan bunday to'g'ri kelaverasizlar. Samarqand darvozaga yetmasdan yo'lning o'ng tomonida Urgaz gilamlar do'koni. Hammalaringizni shu yerda kutib qolamiz. Videoni davom etamiz. Maza qilib ko'rishlaringizni tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Ya o'zingni yemay, mana kellik yordam beringlar. Yordam beringlarga. Bu yoqqa mana tushda daraxtga. Oramaki men bog'lab ketganlar bu yoqqa. Nimasi bog'langan bu? Mana bunday qilsang mana arqon bog'lanmagan-ku. Sakraydi tushadi-da. Bu yerdan sakrasam o'lib qolaman-ku. Bu 50-chi etaj emas bu. O'linay kon balandligi emas bu. Sakrab tushay. Men qo'rqaman, o'zlaringiz tushiringlar mani. Mana qara. Tushsam tushmaysam. Tushmayman. Uraman o'zi. Pasanlar ketdiga o'scha. Vobshe bir otasi ham hayotimga kerak emas, o'g'li ham. Agar tushmasang jasherlar qo'l ketib, men Bo'mroq. Bacham bo'mroq. Telefonga aylanib qoldim bo'mroq. Bachamning telefoni. Bo'mroq qani? Bilmayman amaki, bilmayman. O'ylay agar bilmayman. Urib, to'mingni chiqaraman qani bo'mroq. Bilmayman. Bo'mroqni ko'rmoqman. Bo'mroq. Nima qilamiz? Bilmayman. Olib ket. Bo'mroq jonim mana. Kelay yurgan bo'lsa bo'mroqim. Zerikma topiladi. Suvga tushib ketganmi? Nafasingni siqile. Bo'mroq dinamdan shu yagona yodgorlik shu telefoni qo'lida. Voy, telefon bergansan? 12 million. Nima ish qiladi bu telefon? Blogerlik qilibdi. Bloger ana magazinlarga kirib shat deb chiqayotgan bacha bloger. Shunday. Eski narsa deb shatdan yeydi moldan. Nima qilsa nima bo'lsa hamma videoga oladimi? Hamma narsani videoga olib yuradi. Haqiqatda kecha ham pol video olib yuradi bacha. Rostdan shu videolarni ko'raylik, ham o'zi qiyra bo'lganini ko'p bilsak, ha? Qo'li o'z ta'sirini ko'rsatmabdi. Ular o'zi hasharga keladi, ulardan bir og'iz shirin so'z eshitamiz. Ha dada, qalay bo'ldi? Zakonni o'zim qanay? Zo'r, hasharmi endi? Hashar. Qo'shiq eshitdingmi? Qaysi? Ey,
Aka. Niyoz bugün suydu bitti. Taka. Ha, qalay bo'libdi? May içsek oğlum. Donumla iç. Bir de haşardan ular iç. Sastayni aytsak undimi? Sen bloger misin? Men bo'lajak video ber. Xullas, Muhammed aka, piyoz bilan rekordlar qilibmizda videoni tushib tashlang. xullas bular o'zi g'isht terishni boshladi. Mana holat ko'rishlaringiz mumkin. Oma. Dada nima bular ishni bitta joyga chiqibdi? Yabbalar. Ey, sen nima qilyapsan buncha 2 soatdan beri sipirib? Birovni ish qil dedilar-ku. Ha birovni ish qil dedi, sipir degani yo'q, bor yo'qali yo'qqa sipiri. Bor bilan ish qil. Tiryoq bele. Tirey sakalti, yaqalay. Ana g'isht o'g'li bermana berayya. Men qara, senlar ham bor-ku. Ha, zakonni ishlayapsan, malades bo'l. Qayba maki to'rog'iz promoting. Xullas, qadrli do'stlar, otamga ta'sir qilishni boshladimi deyman. Bular saltanat o'g'irlashni boshladi. Ko'ramiz. Wow! İçimde çilerik soğuk borligini bilaydim. Hamsiyan uyga uyg'urlik. Çilerik soğuk mana shunaqa payti kerak edi. Bor eshalarga bor agar sevsa seni. Nima? Ha, qitqaras o'g'limizda qang. Odam chuch qalay ichib küçük bo'ladi desana ishonmasdim. Ya böyle ekan. Ha, o'rgimchak odamman, kalta kesakman, kim nimalar ham bo'ldi ko'rdik. Sato yaxshi niyatga. Ikkalang ham ana shuni tichding-da. Bor Sen bor yo'qda. Bor sen ketmaydan. Jonim ya. Tiryoq bele eshak ovoz. Bor. Bor. Davomini ko'ramizmi? Qo'y. Niyoz bo'mlarning zakon odatlari bor. Ish boshlandi degancha o'zlarini nogironga soladilar. Ana o'zini ham pastocha bilan yurtdilar, yuringlar. Ha, nima bo'ldi? Ayting. Meh kirdi. Kiring, yoting, qolganlar ishni qilaveradi, zakonni. Ketdik, qolganlar ishini ko'ramiz hozir. Go. Otagilamni oyoqlariga mix kirib qon chiqdi. Men o'g'il bo'lib otamdan yo'qga mix kirgan payt qiyinlay yurgan desam. Mana ko'ramiz hozir qiyinlay yurganini. Qo'y. Ko'ramiz mana. Yig'lama. Sana maktabga o'qiganman buncha. Hamsiya, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Agar uyga o'g'ri tushsa, to'rtanaga odam xizmatlari bor. Shuningdek, mahallani qo'lni jinoyatchilikdan tozalaymiz, oliy maqsadimiz shu. Ha. Agar u soch pati ham olamiz go'shtpatga. Soch pati, mana teshilgan lagan yamaymiz. Любой ishni qilaveramiz. 1122 nomer, davay telefon qilasiz. Xullas, Margimush o'z ta'sirini boshladi. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, zinhor araqqa Margimush qo'shib hech kimga bera ko'rmanglar. Oxiri yomonlik bilan tugayapti. Hozir hammasi har yoqqa tarqab ketdi. Men bularni o'zim kontrol qilmasam, bularni kontrollari qochib ketganga o'xshaydi. Eng qizig'i, men o'zim ham o'shandan ichuvdim. Menga boshqacha ta'sir qilayotganda. Cho'ta g'ayba makim shubhali dvijeniyalar qilib o'z birgalikda ko'ramiz nima qilayotganlarni. Bomrod? Ha, g'ayba maki eshakka tek deb nima qilyotdi? Yo'q, hamsiyani eshagi eshilib keldi. Shuni to'g'ri yo'lga sorib tushuntirolman men. Shuning Men bor. sizda qanaqaligingizni bilaman, haymi? Chop. Ha, bunay. Meni saqqa udan ketdi. Maslayim bo'ldi-da. Yesam mas, böyle bizda qishloqda eshaklar buncha ko'p o'ladi desam, eshak kushir ekanlar-da. Eshak men, eshak qotili. Ha, böyle. Tema qilmanglar, men bir choy po'y damlayman. Noxos hangra yorma bu, haymi? Shapi bo'lsalar bu yoq. Choy damlayman mana.
Ha bor. Zayfa. Yuzam yo'q deb biza bilan Tamam. o'tirsin. Bu choy damlayman deb ketdi. Bizani hovlidan oshxonani topib bilsami? Eshaklari top bor birlik-ku. Buni qo'ygan, buni qo'ygan. Eshakda kansa berarkan. O'g'irlik va jinoyatlar ko'zga ko'rinmayapti. Bu meni Amaki, talant loyihasiga qo'shilmoqchiman xullas. Talantim biton, zo'rqish qaytib bilaman. Bitta eshitasizmi? Ha. Eshitasizmi? Qani? Eshiting. Kechagina oqshomlari oy to'lib nur sochar edi g'unchalarga. Nima qilyapsiz? Noming aytsam qizil Zo'r bo'lsin, davay. sochar edi yonginangga borardim. Qaydamaki? Qaydamaki? Zakonni zo'rqish qilganini tavatimni eshitasizmi bitta? Eshiting. Sani erkalab yo'llara solgan opalari ishonma. Opalari ishonma. Sani erkalab yo'llara solgan opalari ishonma. Opalari ishonma, ishonma. Yo'q. Amaki, taxminsizman borku, Sherali Jo'rayevning o'g'liman. Sherali Jo'rayev borku, o'sha kishining o'g'illariman. Zakonni talantim. Jo'raysan unangni ko'rmagan ham chiqaray. Ko'rgan zakonni qish qilab bor. Zakonnisida aytaman bitta eshitasizmi? Bitta aytaman eshiting. Bor o'shalarga bor agar sevsa seni mendan ham kuchliroq kerakmi senga mendan tezbaroq o'ziga oyog'imni tiqaman buni o'linglar buni harom Hay bunda ham ketdi-ku bilad. O'ylagan sadalon o'g'il jonim ham tegdi. Shu aytuvera. Haqiqatan. Men ko'rim tugab qoldi, men og'zini ko'r bilan yop tashlasdim. Chiqmayapti ana ko'r. Tugaganmi bu onangning deb. Men qarasam keyin alla bo'lib qolgan daraxtga bog'lang. Artist o'g'il! Artist o'g'il! Bitta to'y bor edi, sunnatdi. Ha, keling. Ay bu neysan küçük Bobik davcı. Ne küçükle davcı yemeği? Bu say. Wow. Vah mana zakonni chiqqan ekan. Kimdan chiqaygan biz? o'zingizlarni bog'lagan ekansizlar-ku. Shukurga tuvaletga tashlab ustimdan chichiyorman. Shuna qilsaga men ekan. Zakonni ekan ha? Lekin YouTube'ga kirib ketdim deyman. Ha, YouTube bu. Mana-ku. Ye iflos. Ye harom. Beraki. Og'am, Qerayding. Ha? Qerayding. men tualetga edim. Tualetga biqmami? O'rincha o'zgina o'ribdim. Molda yeganda men qarab, tuyulsin ayt. Ey, biza kechadan beri ijtimoiy eslolmayapmiz. Aroqni sen ketirding. Nima bo'ldi aroqni ichiga? Spit music kerak. Sen o'zi xitoyliklarda ana ikki ana bunday qilib qiynaymiz o'zi ana bunday qilib. Ana qilib. Aytaman. Xullas, aroq olim. Xo'sh. Eksperiment o'tkazmoqchiman. Ana shu aroqchaga 50 gram marga mush qo'shaman. Sana nima bo'ladi bular? Marga mush qo'yasizmi? Ibi o'lib qolsalarchi? Abba, yomon odam hech qachon o'lmaydi, bilib qo'y, haymi? Ochqani o'g'zini. Ha, mana zakon. Ha. Tirik kishilar eng muhimi. O'lsak hisobida, ha? Tualetga bu yoqda tashlab ustilardan chichiyorish kerak ekan. Ha bu fikringizga qo'shilaman. Muomala poza. Zakonni poza bo'ladi. Kichkina jon kichkina zodi meni yorim kichkina voy dodi kichkina jon kichkina